Yangi bilezik aldingmi? Shu siz olib beradigan uzuk bilan bir to'ta qaydab tunigun olib keldim. Nima? Yangi bir yerdan ortiq pul kirib qolgan o'xshamamdi. Menga nada bir yerdan pul kirib qolsin. Siz bergan pulga oldim shu. Men bergan pulga? Qaysi pul u? O'tganda berdingiz-ku? Men faqat vaqt chiqarmay qoldim xotin. Men pulga dadam bilan opamni sayat tizilib ketgan. Yana chiqamda? Bo'lmoqdimi? Qara, men deganda qisani bo'ldi. Ey, men sana u pulga dadam opamni sayat tizimlab tepasam, bir ayzu kelib etdingmi? Ular o'zlari sayohatga bormaymiz dedi. Shunga u pulga bilajak ilvatdan bo'lmabdimi? U pulni boshqa yerga ishlatadigan yeringiz bormidi ya? Nima ish qilmaydi ekan? Men nadim bilay, bolalarga, navirlarga qarg'ili odam yo'q, bormaymiz dedi. Ularning bag'isi yo'q tursa, qig'isi yo'q ishga zo'rlab qo'ymay deb ortiq gap qilmabdiman shu. Ba'zida cho'q qarang, boshqalarning qig'isi yo'q ishga zo'rlashning o'zimi ularga qilingan adabsizlik. Bo'pti. Ems zo'rlamaydi. Aras, uzukim qani? Qaysi uzuk? O'lishgan maash olganda uzuk olib beray degan to'g'izg'u. Bugun maash berganda-ku. Ha, badi. Ams uzukchi. Shu kuni uzuk olib beray desam, bo'ldi, avar olmang, men undaq moddiy buyumlarning keragi yo'q, biz faqat baxt ko'rsak bo'ldi deding. Shundan sen uzuk olib bergan pulga og'aylarimni mehmon qilib o'tibman. Qiziqmi ya siz? Nima bo'ldi? Men sizni ortiq chiqimdor bo'lmasin deb sizni oyab bo'ldi desam, chiqib og'aylaringizni mehmon qilyaptingizmi? So'rab bergacha urib ber debdikan. Og'aylaringizni mehmon qilyapgicha akilaversangiz bo'lmamdi. Voy o'zing, boshqalarning qilg'isi yo'q ishlarga zo'rlash adabsizlik bo'ludi deding emasmi? Meni faqat sen adabsizlik qilgim yo'q xotin. Siz Qandaq? Dadam opamning sayohatga chiqmasligining sababini endi hozir tushungandek bo'ldingmi? tushundim. Ular bizning oldimizda qisilib, shuni unumabdi. Xata. Ular bizning oldimizda emas, turmushning oldida qisilg'achqa. Bizni o'ziga o'xshash qisilmasin deb o'ylag'achqa. Xuddi sen meni oyig'andek, bizni oyib, shu sayohatga bog'lanmoqqa. Endi biz ularni sayohatga chiqqimiz yo'q dedi debla, mushunda o'zimiz bilgan chiqsak bo'ladimi? Ben hozirli bu bilajikni opirib setib etib, ularni sayohatga tizimlatib qo'yay. Qaysi sayohat shirkatiga tizimlatishni bilamsan? Albatta bilaman. Ayrıca sayohatchilik shirkati. Ular jo yotoq tomoqni, sug'urtani ko'tirdi. Yana texi aeroplanda opirib akiladi. Bizga o'xshash ota-onasi bilan birga sayohatga boramaydiganlarga nisbatan ota-onasiga bak kuyinadi. Mulozimatim shunday yaxshi. Aloqa 139 99 08 12 33. Qandaq bilamdikanman? Bora. Oldingi kuni ular bormaymiz desa, ma'qul debdikanman. Endi tuyuqsiz ularni sayohatga tizimlatib qo'ysam, ular meni o'zbishimchilik qilibdi deb, menda ranjib qolarmi? Ala. Olmadim degan tong'izg'u. Meni aldabsiz-a? Ranjidingmi? Yo'q. Xo'sh bo'ldim. Ha, tushundim. Men hozirlab berib, dadam opamni sayohatga tizimlatib o'tib kelay. Can dadam erdek dadam tadek dadam Qo'ynikan daryo kabi bodek dadam Choy iching'a, yerib ketgansiz.